Ko'ngilingda baqib chaqib qarsak eshitmaydi. Mana yerda bo'lib qoldi, tipar olib ko'raylik. Yerdan chiqib qo'yib ko'raman senga. Sen bakala jonsan. Ko'ramizmi? Endi qiynayman. Yana ham qiynayman deganiga. To'g'rimi aka, qiynayman? To'g'ri qiynayman aka. 10 ming berasiz. Bo'ldi. Flek saltoni ko'ringlar. Qani ko'ramiz degan ovozi bilan. Flek salto. Tezlik yetib olaylik. Chiroyli qarsaga bormidi? Ya maşallah. Hoş ko'rishim. Nafas Ha, bu balani qancha qiynasam maza qilaman. Endi e'tiborlar bakalashkalarni ushlab turadi yigitlarimiz. Muxtorbek ukamiz esa turgan joyda bitta salto otib, havoga bakalashkani uchirib olsin. Ko'rganlari yo'qmi hali bu tomoshani? Ko'rganmisizlar? Undan ham zo'r bo'ladi bugun. Vurran chiqib ketadi, bilmay qolasa qani ketganini. To'g'rimi? Ha, o'zi kelganimdan buyon bir marta o'ynadim, xolos adashmasam. Ayibga salom istar azizlar. Ba'zi birlar kelib savol berishadi-da. Bunaqa salto otyapsiz. Natijasini ko'rsatyapsiz. Yoshingiz nechida deyishadi. Azizlar salkam 40 yoshda. 2 kam 40 yoshda, 38 yoshdaman. Sportning natijasi xolos. Menga bitta bo'yi baland yigitlarning yordamga kerak. Akalarimizdan, do'stlarimizdan farqi yo'q. Faqat katta bo'lsa bo'ldi. Qaysi tomonda bor ekan? Bo'yi balandlar shunday o'tirib oladi-da bunaqa payt. Ash orqada kepkali yigit, keling siz yordam bering. Yoningizga yigit shunday chaqiring, yordam berib olsin. Bo'laverasiz, siz ham bo'laverasiz. Keling, bo'yingiz baland ekan. Iya. Kelinglar, yordam beringlar bittalaring. Bitta gap aytaman. Ha, gap yo'q. Bitta qarsak bo'lsin, o'zimiz yigitlar bo'lsa gumon bo'ladi-da, shuning uchun davradan chaqiryapman. Qani ketdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan yonimga turib olaverasiz. Ming bor uzr joyingizdan bezovta qildim. Davraga olib chiqib uyaltirish yoki sharmanda qilish niyatim yo'q. Faqat menga yordam berasiz. Kelishdikmi? Ismingiz nima? Dilbek. Dilbek. Yoshingiz nechida? 16 da. 17. Uy, bo'yni qara. Men tugayapman ekanda. Bo'y necha? Bo'yni bilmayman o'lchagan. Taxminan oxirgi marta o'lchangizda qancha chiqqan? 80. 180. Qo'lni tepaga ko'taring. Astag'firulloh. Ish qilib tinchlik bo'lsin. Qarsak o'tirsa bo'ldi. Qani ketdi ostiga endi. Ha? Ya barakalloh. Sho'lar bilan bo'yin asosiy mushuklar ham qo'yavering, menga javob Muhtarjon, hatta nima qilasiz? Bakalashkani shu dedim, mashaqa qarab ketib boraman. Baqara ketkizingda, opalar qarab ketmasin yana. Akam bo'yini qarang, bo'yingiz 2 barobar ekan. Hali bu ish narsa emas, akamiz yana bitta bolani chiqarib teptiraman aka. Shu tepalmasangiz. Tepalmasangiz, menga ola-kola qarama. Shu qilganingga tepaman endi. Ha, ko'ramiz, qani. Hushyor bo'ling. Qarsak olinglar. Qarsak choptiring. Vaqt chaqirlar Muhtarjon kafiga xizmatingizda. Keling Azbek, shu stolda olib kelgan bor. Tez. Ozgina bu yigitni bo'ylari pastlik qildi, stol ustiga chiqib olishsa, mana shu holatni ham tepishga harakat qilaman. Lekin qarsaga gap yo'q, bo'lar ekan. Shunaqa javob bemalol ustiga chiqib olavering. Adashmasam salkam 1,5 metr ko'tariladi. Ustiga chiqincha ish qilib tepalamanmi yo'qmi? Oyoq bilan chiqavering. Oyoq bilan
Tarbiya bergan ota-onangizga rahmat, gap yo'q lekin. Ko'tarinchi balandlikni qarang. Yo baklashgan tepami yo inamni ko'raman. Tepaman aka. Siz aytingiz tepaman. Faqat qarshi chiqsangiz bo'ladi. Ana! Rahmat. Aka ishonasizmi tepada? Tikka turibmas aka, o'tirgan holatida yerdan pirishog olib tepada. Qiynash kerak-ku. Ammo qilib meni xotinim ham tepada turgan joyida. O'tirib, yerda bitta qilib pirishog o'zim o'rgatgandek. Ha, shunda pirishog bitta salto tip chiqib oling. Ha, 70 ga boryapmiz uka. Sho'buli. Alloh kuch-quvvat bersin, sizlarning chiroyli qarsak bo'lsin, qari ovozi bilan. Sho'buli. Alloh o'zing bittasi Alloh. Bitta qiyinlar qarsak bo'lmadi. Muxtarbek akamiz bizga xizmatingizda. Rahmat uka, ketmang. Yotgan joyda tepadi, yotgan joyida. Hadi yo'qal, anaqa. Yotgan joyda tepadi. Bari yo'qal. Qorayma, yo'l. Nima masa yerdan chiqqan qo'zi qorinmanmi? O'tirib tepadi, turib tepadi, yotib olib tepadi. Uxlaganda tepadi demading yaxshi. O'yinlar yoqyaptimi? Xursand bo'lyapsizlarmi? Ana endi meni xursand qilsanglar oramizga ochiq bir ratcho. Rahmat. Azizlar, har kuni ham aytib o'tyapman, davraga chiqib kuchim yoki quvvatim emas. Alloh bergan san'atimni ko'rsatishga harakat qilyapman. Ustozimdan o'rgangancha 2 dona bir tomosha ko'rsatdim. Kerak bo'lsa mana bu davramizda turgan yigitlarni yoki akalarimiz ichida har kuni ham aytayapman. Yemini yeb turgan otni tas yerdan ko'tarib oladigan yigitlarimiz bor. Faqat biz yigitlarning san'atiga baho berishni o'zi yetadi. Qizil yuzingiz teskari qaratmay, muborak darostda 2 muborak